Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli qarindoshlar. Din ve hayat namlı haftalık programımız arkalı sizler bilen yeni yüz görüştük. Programımızın bugünkü bölümünde Sile Rahim hakkında toxtalıp ötemiz. Programımızın aziz mihmanları Ustaz Siraciddin Hacim ve Ustaz Obul Qasım Hacim buludu. Erişkilerini programımıza kadem tasdik bergerlik üçün kızgın karşılama. Hem de İslam'daki Sile Rahim hemimiz kıymetini bilişimiz mühim bolgan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki en mühim alahiliklerden biri bolgan ibadet bulup bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Ayşe radıyallahu anha anımızın Resulullah siz Sile Rahimni ulaysız sizni Allah Teala herkes rasva kılmaydı diyen sözü arkalık sözden bilip alayımız. Hem de Ustaz Siraciddin Hacim Sile Rahim'ninki manisi nima mesela o Arapça bir kelime. Bu Sile Rahim'ninki hükmü İslam'daki bu hakta size kısaca sözler mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve murselin. Amma ba'd. Sile Rahim degen asli Arapça söz. Bunun manisi qanlıq riştisini çığıtış, ulaş degen ma'nida boludu. Endi Sile Rahim İslam'ın asaslık ruhidan ve Peygamber Aleyhisselam teşebbüs kılgan ve Allah Kur'an-ı Kerim'de üzüge ibadet kılışqa yandaş keltügen nurgun ayetlerde mühim bir ibadetin birisi. Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Subhanahu Teala Sure İsra'da ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fela taqul lahumā uffin ve la tenharhuma degan ayette uçuk aşkar bayan kılgan Allah sana üzügüla ibadet kılışqa buyruk kıldı. Ondan keyin atanıga yaxshilik qilishga degan ondan keyin shu ataniga har qanday bir ishda ularga yaxshi muomala qilish, ularning xizmatini qilish, ularning ko'ngliga keladigan, ko'nglini chigadigan har qanday ishni qilmaslik to'g'riliq muhim masalada Qur'oni Karimda nayt ko'plagan oyatlarda bu vaqtda kelgan. Demak, Allohga ibodat qilishdan keyin yani Allah'a şirk keltirmaslik bu birinci İslam'ın en asası, imanın ruhu. Yani İslam insan bilen insanın yani kafir bilen müminin oturduğu fark fakatla Allah'a ibadet kılış. Allah'a ibadet kılıştan keyinki ikinci derece atanıga yaxşılık kılış. Yani bir yerde de yaxşılık kılış deydi aslı. Hakikatte bu yaxşılık emez, atanının hakkını ada kılış. Ata yani birinci insanın insanlıkıga yok yerden payda kılganга sebep bolgan Allah. Yani Allah yarattı. Ondan keyin ikinci sebepçi, yine insanın bu dünyaya gelişiga ikinci sebepçi yani ata-ana. Undaq bolgan eken Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hem orunda Allah'a üzüge ibadet kılışqa buyuruş bilen birge ikinci orundalam ata-anaga yaxşılık kılış ve ata-ana hakkını ada kılışqa çakırgan. Yani bu hakikaten İslam'ın ruhida en çok ibadetlerden birisi dep sanıldı. Emdi hürmetlik Obul Qasım Qarim yuqorida Sile Rahimning vaciblik haqida to'xtalib o'tdik. Hamda Sile Rahimni üzüp qo'yishninki yomon oqibatlari dunyo va oxiratda. Bu haqda qisqacha fikrlarni bayon qilmasizlar. Bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu Sile Rahim yuqorida Ustaz Siraciddin Hacim o'tgandagidek bunun o'rni İslamda bek cho'ng. Sile Rahim qilgan odamga Allohning rahmati bo'ladi. Alloh taolo Sile Rahimni yaratgan vaqtida Sile Rahim Allohga chin esladi deydi. Allah seni meni yaratding. Nurg'ulgan odamlar bu Sile Rahimni davomlashtirib yaxshi muomala qiladi, nurg'ulgan odamlar buni yomon muomala qiladi deganda Cenab-ı Allah seni men yaratdim. Seni ulug'allarni men rahmatimga olayman, seni üzgenlarni men rahmatimni üzme, emdi razı oldum bu degandekin. O Sile Rahim o'zining roziligini bildirgan degan hadislar bor. Bu Sile Rahim hakikaten çoğun Sile Rahim qilgan odam
hayatida Allah'ın rahmetiga müyesser bulud dedi. Kur'an'da şu hadislerde şunda emniyette mi? Sizler hem yaxşı qılgan adamlarınki kravatimiz. Sizler hem yaxşı qılıp ata-anasıga uruq tuqqalar aşmamın qılgan adam dünyada mı iz bulud ekan. Allah Teala her taraftan iqtisadiga, tijaretiga, kasbiga bereket berdi ekan. Endi bu sizler rahmini üzüytiş bolsa, hakikaten bunun akıbeti korkunçluk. Sizler rahmini üzüyetken adamınki hakkada hadislerde mi ba Peygamber Aleyhisselam bir hadiste bu sizler rahmini üzüyen adam cennet kirmeydi o deydi. Bunun korkunçluk bir haber bulması gerek. Çünkü mümin Müslümanın hemimizin arzuyumuz şu cennet. Xudayım dozaqdan pana verse şu cenneti çirgizse kendigen arzunu kılgan kemiz biz muşunda sizler rahmini üzüp koştun nahayet dikkatli buluşunuz gerek. Endi bu hayat dünyada mı tecrübe kuravatımız sizler rahmini üzüp koygan adam işleydi onda bereket yok. Bunda adamların hayatıda mani yok, lezzet yok. Çünkü o kıp koygan. Hatta şuna bu Allah Teala'nın hadisi kudusu deyeti de aynı. Sizler rahmini üzgenlerini ma rahmetimden üzümen. Allah'ın rahmetinden mahrum buluş ne degan çoğun ziyan. Allah'ın rahmetinden mahrum halatda yaşaş ne degan korkunçluk. Şuna biz Allah'ın rahmetini ümit kılıp Allah'a rahmet kılsa ekan deydi ekanmiz, biz sizler rahmini yaxshilashimiz kerak. Bu sizler rahminin üzülüp kalışıdan nihayet biz agah olup sizler rahmini üzüp salgan işlerden şirak kılışımız kerak. Qağın tefsiratını inşallah yana keyinki nimada to'xtatmayli. Rahmat. Endi Ustoz Ranajim, masalan qanday kishilarga sizlarning qilish vacib bo'ldi? Bu Qur'on hadisda ta'kidlangan tarafları var. Bunu bir tafsilroq ma'lum qilasizlar. Başta degandek Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha eng başta sizlar ham vacib bo'ladigan yaxshilik qilishga mukallaf inson shu ota-onadir. Ata-ona yaxshilik qilish, ata-ona bilan bo'lgan munosabatda sizlar ham qilish islomning asosiy ruhi, bu birinchi o'rin. Endi shu ata-onaning ichidami endi onani Payg'ambar alayhisalom necha qitim ta'kidlaganki, Payg'ambar alayhisalom so'ragan, "Men ey Rasululloh, men kimga yaxshilik qilaman?" deganda, "Onangga" degan. Yana ikkinchi qitim kimga yaxshilik qilaman desa, "Onangga" degan. Uchinchi qitim yana kimga yaxshilik qilaman deganda, "Onangga" deb, to'rtinchi qitim borganda, "Dadangga" degan. Demak, ya biz yaxshilik qilishga va biz xizmatni qilishga eng haqli kishi bizning onamiz va otimiz. Undan qolsa siz rahmida tuqqanlık reşisine ulaşta bütün insanların mehrem tuqqanları ve mehrem bo'lmagan tuqqanlarının hemmesiga deydi. Hatta ulamalar bu her qanday bir musulmanın yeni bir musulmanga sidrami qilish haqqi va vacib deydi. O bütün dünyadaki musulmonlar am. Ama bu sidrahimning hozirgi tushunchasida faqatla tuqqanlarni xos qilgan taqdirimizdami? O'zimizning hamma tuqqanlarimiz, ata-ana, aka-uka, aji-singil, tağa ve onun balları ve şuna o'xshagan bütün tuqqanlarımızga bütün imkoniyatimiz bilan ularga sizlar rahmi qilish, yani tuqqanlik rishtasini texmi chingitish. Yani yaxshilik ma'nosisi mi? Endi davomliq yaxshilik desak bu üstün turib boshqalarga o'zimizning yaxshiligimizni, qo'limizdan kelgan yaxshilikni qilib qo'yadigan ish. Ammo bu sizlar rahim desa, bu tuqqanlik rishtasini ulash bu islomda insonga vacib, balki farz, bu qilishga tegishli majburiyat. Bu insan yaxshilik desa, yaxshilikni qilsin bo'ladigan, qilmasin bo'ladigan ahvolda tushunadi insonlar. Ammo haqiqatda bu insonga sizlar rahim degan vacib, balki farz hisoblanadi islomda. Endi yani sizlar rahimni ulash yoki buni qanday qanot aydirishning haqida bunun yo'llari bo'ldi bir qancha hamda. Bu vaqtda qisqacha fikirlerini bayan qilib Endi sizlar rahimni ulashning yo'llari nihoyat ko'p. Eng başta haliqidek biz o'zimizning tuqqanlarimiz bilan bo'lgan munosabatni davomli qo'yiq saqlash. Hech bo'lmasa kun-kunisi salomlashib ko'rishib turish. Onun üstüge eğer 100 tane ko'rish bo'lmasa telefon orqali bo'lsin. Ularni yo'qlab turish, ularga bütün imkoniyatimiz bilan onunki her qanday bir hajati bo'lsa ravo qilishga tirishish, ularni ziyorat qilish ve ularning kasal bo'lib qolsa yo'qlash. Shunga o'xshagan insonlikda bütün sizlar ham desak,
bu kadar ictimai münasebetdeki normal münasebettin neçesi güçlük münasebetini biz tuqqanlarımızdan saklaş onun yolları şu anda. Ang addisi bir telefon qilib qilsam shunda adam qursam bo'lgan gap bir tuqqanlari. Ba'zi qarindoshlarimizni anglaymiz. 6 ay oldu, 1 yil oldu. Bugungi kunda telefon ang bir azam bir narsanda. Har qanday taraf bildi, 100 yildimi telefon bo'lib ketdi. Ata-onaning qo'lida telefon bor. O'zininki ba'zan farzandlar vatanda qolib qolgan, tog'ayak, akinlari bor. Shulardan oylab, yil-yillab ko'rishmaydiganligi men hayran. Yani bu sizler hem degandan kendi. To'g'ri onun iqtisodiy boshqa jihat bizga yordam tushmasimi? Hech bo'lmasa biz telefon bilan bo'lsami, ikki yil bir hal so'rab, qandayroq qiyinchiligim bormi, qandayroq degandan keyin uningki bu sizler hem ulashninki eng oddiy usullar endi bu. Bo'lsa biz iqtisodimiz yana bir qarshi taraf qo'limizdan yaxshi bo'lsa, qo'limizdan kelishicha unga yordam berish, kasal bo'lib qolsa, yo'qlash, hatta başka bir yardım talep qilsa o yardımda buluş. Bu yollar cek qanday sirayni ajim degandek sizlarning yo'llari. Masalan, bazı alim debdilar ziyorat qilish, ondan keyin shu sizlargandek kasalni yo'qlash, pat hadiya qilib turish, binasini yaxshi narsani sog'ib salam. Masalan, safar qilish imkoniyati bo'lsa, bunda bir o'tirib qo'pishаш. Asosiy yani ijtimoiy munosabatni taxama kuchlantirishimizni jaqaq. Şu urukluqallı bizden yani memnun bulduğun yollarını özümüz tepşimiz gerek. Karşısını kılsak adam konu ayanında işler. Muş kişini kılsam çıkmış tukkunumdan konu menden suyunduğu diyen bir yoluna tepip her xil yolda bilen tukkunumuzdan razı kılıp suyunduysek bana İslam'dan demekçi olmuş o. Şu vatanda ba'zi biz biladigan tuqqanlar odatdagi bir ishlar bilan tuqqanlarning o'rtasida adovatlashib qoladigan, ba'di keldi qilmaydigan nurg'un masalalar mavjud. Bu yana insonning o'sha ruhiy dunyosidagi bir chataqning va iymondagi bir ojizlikdan bo'lsa kerak. Bo'lmasa haqiqiy mu'min madam hadislarda, Qur'oni Karimda bu Allah ibadet kılışının ikincisi tutkal yoklaş boğanın keyin sidrahim boğanın keyin hatta bir insan sidrahimini üzgen adam cennet kirmeydi o dese bu xatarlik mesele. Bunda boğanın keyin o paşpirat adetdeki bir işler bilen tukalını oturdu adavatlaşış bu intayin xatarlik iş. Yani kelip bizning xalqimizning ichidan de elqidek bizning tukallarımızdan menfaat keladigan yoki bir mansibi var abroylu yoki jamiyatda o'rni kuchli tuqqanlar bilan nayt apak chapak davomliq ba'di keldi har qanday bir ish bo'lsa oldida yurib bir xizmatni qilamiz ularga bütün imkoniyatimiz bilan hamma narsamizni bayoqimizni to'kamiz ammo o'zi kambag'al yoki kasalchan jamiyatda o'rni tuvan tuqqanlarimiz bo'lsa uni hatto ismlarini unutib qolamiz o'zimizning eng muhim bo'lgan to'y turkun aloqadagi munosabatlarimizga chaqirishni unutib qolamiz endi. Yani bu İslam'daki en xatarlik ve insonni tamamen halokatga olib boradigan masalalardan birisi. Yani bu meselede Peygamber Sallallahu meşhur hadisi var. Yani ey insanlar sizlar salamni umumlashtiringlar, faqirga taom beringlar, silrahim qilinglar, kechida uxlagan boshqalar uxlaganda sizlar namoz o'qinglar. Ondan keyin Allah'ın cennetiga xotirjam kiralaysizlar degan hadis var endi. Yani bu asasda biz bu dünyadaki her qanday bir musulmonning arzusi dunyodami yaxshilik ko'rish, oxiratdami jannatga kirish. Unda bo'lgan ekan, shu jannatning shartlaridan eng cho'ng shartning birisi mushu tuqqanlik ristisini ulash. Agar tuqqanlik ristisini ulayolmaydi ekanmiz, biz jannat degan bir hukumni bizning chiqarib o'tishimiz lozim ki bizning jannatga kirishimiz qancha ko'p ibodat qilaydi, qancha ko'p pul xarjlaydi, biz Allah'ın muşu qo'ygan shartini ijro qilmasak biz jannatga kirolmaydi ekanmiz deb mushu tushuncha bizda bo'lish lozim. Bu bir hadisdagi bir hadis isim keldi, aloqam keldi, boy qo'lligi yaxshi, mansibi va manfaat degan odamga hammalarning sizlar ham qilgisi keladi. Hatto anda shunda buning qaqildi qolgan tuqqanlarimizni unutib qolish bu insonningki tabiati endi. Shu Payg'ambar alayhisalom bir hadisi bir hadis so'zlab o'tib ketishni muvofiq ko'rdim. Payg'ambar alayhisalom bir hadisida ulg'an adam sizlar rahmat qilgan bo'lmaydi.
Yo'qlagan tuqqanni yo'qlash o zaten tabiiy manfaatga bağlangan ekan o. Ona karşı yo'qlab turdi ekanmiz hamda. O bizni yo'qlaydi, biz onu yo'qlag'imiz keladi chunki har ikki tarafning bir-birining manfaatiga bog'lanib qolgan. Ama silar rahim degancha ashunda uzib qo'yganni. Ulug' odam haqiqiy silar rahim qilgan bo'ladi. Biz burun ya qo'nachi kelib qo'ygan, yo biz kambag'alchilikdan uzilib qolgan, munda silar rahimlarni qarindoshlarimizdan bo'lgan bizningki ümidimiz. Yani bu bek çok gap bo'ldi silar rahimdan ki biz cennetni, Allah'ın rahmetini ümit qilmaydigan mu'min musulmon yo'q. Cennet ve Allah'ın rahmetini ümit qilamiz deydi ekanmiz. Biz izlab so'rab turib tuqqanlarimizning ichida kimlar bizga munosib tuqqan keladi, qanda bizning silar rahimga ehtiyoj bor tuqqanlar bor. Ashuni qayt qizib chiqishimiz kerak. Hatta üzülüp qolgan silar rahimlarni o adavat bo'lsa, buni cho'qim tugutishimiz kerak, yuyishimiz kerak mu'min musulmon bo'lsak. Yani bo'lmagan adavat bo'lmagan, lekin o kambag'allikdan yoki jamiyatda bunun chiqib qolgan tuqqanlarimiz bizning izdigimiz kelmaydigan bo'lib qolgan shaytonning kevasi bilan mushundalarni biz izlab so'rab tepib silar rahim qilsak deganni qarindoshlarimga samimiy tavsiya qilmoqchi. Bunun da hamda yana bir ilova qilganmi, salomat sadr deymiz hamda insonning qalbi sog'lom bo'lish. Yani urut qalalamda do'st birodarlarga, bular urut qalaga qarta qalbimizda hamda hech qanday adovat, o'chmanlik yoki bir yani din saqlaydigan ish bo'lmasligining o'zi silar rahimni qilishga, davomlashtirishga uzib qo'ymaslikka undaydi. Shu qalbning sog'lom bo'lishi urut qalaga qarta bu silar rahimni undaydigan eng muhim omillardan biri deb uni zikr qilib o'tishga. Yana bir masala. Bu silar rahimda biz boshda o'tgan oyatda وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ degan, şu ufning ma'nosi, uf degan hammadan biladi. Bir odam biz ko'ngli xush yoqmasa yoki bir odamning qilgan harakatidan bir ses kelsa, uf deydigan shu anda. Şu uf degan gapni qilmag'in. Undan keyin وَلَا تَنْهَرْهُمَا deydi. Sen ota-onangni qattiq dukushlab, ularni qo'pol muomala qilmag'in. Biz qarasak ba'zi qarindoshlar o'zining ashunda yashangan onasi, otasini hatto shu hajga akeladi. To'g'ri, yaxshilik qilib, ularning ig'irligini ko'tarib hajga akelding, ularni haj qilding. Ammo shu haj jarayonda endi azroq bir harakati inson qilgandan keyin o kichik bolani o'rnida bo'lib qoladi. U ba'zi hushsiz gapini tuymaydi, boradigan yana o'qimaydi, qiladigan ishini bilmay qoladi. Shundan to'g'lab, vaqirab nega vardınız, ben meyada oturun desem oltumapsız, mani kılan desem kılmapsız, ya bazarın biraz adım ben desem koyan dersiniz hiç kalırsız. Degende köngün içi gidilen işlerini ait köp kıganını ben uçurattim bazı insanlar. Yani bu en xatarlik mesele. Yani şu inçki meselede insan, şu anasının ya da anasının köngünü çekti mi, o vaxtı da o tuyup tuymay, aqilik bu kadar demde. Aqi degen, dünya ahirette işi tügüdü degen gel. Her kandak bir adam ata-anasının aqi olup, ata-anasının qaqışsa ya qaqış qilib buldu mu, o insan qancha ibadat qilsin, qancha tirishsin, bu dünyada muhar yaşaydı, ahirette o insonga yaxshilik yo'q. Shu sababdan biz ata-onamizga muomala qilishda nayt bek sezgir muomala qilish en yuqori seviyedagi hurmat ehtiromni shu ata-onamizga, undan keyin bir tuqqanlarimizga, özümüzden çoğun acısanlarımızga ve inilerimizge, bütün tuqqanlarımızga nayet yaxshi sipahi muamele qilishimiz bu İslam'ın asası ruhu. Ol Qasım Qarmamda silar rahimniki faydaları dünya ve ahiretteki yuqorida o'tdik endi. Programning ko'rilishimizdagi nimasi taxminan zehnet uchiq bo'lish uchun bunga biraz mesela delil ispatlar sözler verseler. Yani insan silar rahminin faydalarını, dünya ahiret faydasını haqiqiy bilse, endi o'zining hayotiga qayta bir nazar solishga to'g'ri keladi. Chunki bu silar rahminin faydasi bizning bu bir qancha daqiqalarimizdan bir so'rin bilan so'zlab tugitib bo'lmaydi. Shundaqda men biz bir eskartish, tazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin degan Allah'ın bu ayeti bana bir esletip ötümüz. Birinci bunun çok faydası Allah'ın rahmetiga nail qilish. Silar rahim qilgan odamning Allah'ın rahmetiga erishdi. Allah'ın rahmetiga erishdi deganning ma'nosi endi dunyolik oxiratlik ishim
bir ret düşüp bir yolga mangdın degan boldu. Bu Allah'ın rahmeti degan bir çoğ narsa. Hammalarning arzuyimiz, tamayimiz shu Allah'ın rahmetinden. Allah bizga bir rahmet yağdursa, bereket yağdursa deb. Birinchidan sizlar ham qilgan odam Allohning rahmetiga nail bo'ladi. Yana biri shu Allohning rahmetining jumlasidan eng bizning arzuyimiz bo'lgan jannatga chirdandi. Bu yerda shu dunyolik oxirat foydalarini aralashtirib so'zlagan vaqtimizda yana bir bu sizlar hamning foydalari berkat endi. Sizlar ham qilgan odam berkat topadi. Sizlar ham bo'lgan uyda Alloh azza va jalla uningga butun ishlarga berkat beradi. Sizlar ham yana bir buning sizlar rahmaninki foydalarining biri shu sizlar ham qilgan odamning kechu nam obro'yini Alloh taolo ustun qiladi. Sizlar ham qilib o'tgan odam urutuqqanlari tarafdan suyuludi. Yuqurus Allah tarafından, firishtalar tarafından, bütün müminler tarafından suyuludi. Onun namı mengu qaldı. Hem o adam doğru çıkıp ketkendan keyin mu yaxshi ilim bilan tilga oladigan bo'ladi. Bu Qur'on ajoyib isli odam edi, urug' tuqqanlarga kuymayapti, amraqdi, rahim qilib turadi deb hammadan buningga yaxshi tilaklar bo'ladi. Shuningga o'xshash endi bu sizlar rahimning yana bir ma'naviy foydasi insonni yuqoridagi oyat hadislarimiz bo'yicha aytganda do'zaxdan saqlaydi. Sizlar ham qilsak buning foydasi o'zimizga, har qanday zaten shariat belgilagan ishninki qilsa foydasi o'ziga, qilmasa uning ziyni o'ziga bo'ladi insondan. Bu sizlar ham qilsak, mana biz hammamiz kechikimiz panoh tilayotgan do'zaxdan saqlanib qolamiz, do'zaxdan yiroq bo'lamiz. Shunga biz bu sizlar hamninki foydalari ko'p. Buni qilib baqqan, tajriba qilib baqqan odamlar biladi. Biz qisqagina bir hayotimizda ko'ryapmiz. Bir qancha odamlar sizlar ham yaxshi qildi deb bildik, amaliyotda yaxshi qilgan, oningki hayoti ham ishlar Allohning rahmatiga erishayotgan, ishlar qilayotgan, mushunda bir bayashat dunyoning baxsadida turmushida yashayotganligini ko'ramiz. Sizlar ham o'zib qo'ygan odamning-chi tarafdan hayotlari chechalanga, ishlar tartibsiz, mushunda bo'layotganligini ko'ryapmiz. Mana bu sizlar hamning foydasi bilan zina, sizlar ham qilgan odam bilan, sizlar ham o'zib qo'ygan odamning da ikkisiga bir aql va odam selishtirib ko'rsa, foydasini o'zi bilib ola oladi. Ustoz Sirar Najim endi yuqorida azroq so'zlab o'tdilar bu haqda, lekin biroz tafsili to'xtalsak, masalan, jamiyatda sizlar rahimning uzilib qolishningki nurg'un ko'rinishlarini biz ko'ryapmiz endi. Ba'zi odamlar xirqa ota-onalarini tashlayotgan, o'tiqlarni tashlayotgandek, hatto chet elda masalan televizorlar ko'rsak, ota-onalarni darli aytamga qilib o'zi uyda o'tirib yoki bo'lmayligiga tashlab bizni qat'iy xaromaydigan shunday ko'rinishlar bordi. Shu ko'rinishlardan sizningki bilganlarini so'zlab mahbaslar. Bu shundoq sizlar rahim masalasida bu bek muhim masala. Hatto Payg'ambar alayhisolamdan bir qancha sahoba, bir qancha o'rinda jihadga chiqishga ruxsat so'rab bo'lgan vaqtida Payg'ambar alayhisolam sening ota-onang hayotmi deb so'raganda, ota-onam hayot degan. Ota-onam hayot deganlarga sen berib uyingda ota-onang bilan ota-onangga xizmat qilib jihad qilgan. Shu ota-onang xizmat qilishing bu sening qilgan jihading degan. Demak, buni Payg'ambar alayhisolam ota-onang xizmatini qilish va ota-onang hamrohligida bo'lishning o'zini jihadga chiqishdan ulug' ko'rgan. Bundan bo'lgan ekan bu naytibek sezgur va muhim masala. Buningga bizning xalqimiz haqiqatan bu tuqqanlik rishtasini ulashda, sizlar rahim qilishda sal qaramaslik lozim va bu islomning haqiqiy ruhi va buning qarta endi mayli ulamolarning yozgan kitoblari bo'lsin, mayli Qur'oni Karimdagi oyatlar bo'lsin, Payg'ambar alayhisolamning hadislari bo'lsin, bu tuqqanlik rishtasini ulashdiki islomning tashabbuslari nayt ko'pkan. Xususan men bir qancha kun bir izlanib qilsam, bir qancha mukammal yozilgan kitoblar bu vaqtda chiqadi. Bir qancha kitob. Va Qur'oni Karimda nayt ko'plagan oyatlarda qandaq bir o'rinda Qur'oni Karimda Alloh ibodat qilish va shirk keltirmaslik degan oyat mazmun kelsa, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilish va ota-onaning ko'nglini chekmaslik degan masalalarda oyat tushgan. Bunday bo'lgan ekan biz buni sal qolmaslik lozim. Haqiqatan xalqimiz buni sal qarayotdi. Mayli xalqimiz bo'lsin, har qanday bir jamiyatda, har qanday bir insonlar
Uşundaq tuqqanlıq riştini ulaydıken, üzüdüken, xususan bu atanın hizmetini qılmay ularını taşıdıken, bundaq milletki mu yaxşılık yok, bundaq kavimgi mu yaxşılık yok, hemmini biz küravatımız. Gariplikler atanısını taşlap koyuyordu. Ularda hiç kandak bir insanlıktan eseri yok. Atanısını kömügen, atanısını taşıvatkan insanda insanlıktan söz ediş mümkün emez. Bu kandak up kessin. Şunun için bu atanın hizmeti, bu sil rahimnin en çoğun seviyesi, onunkin bütün tuqqallar bunun dahil deb sözledik. Şu asasta bu tuqqanlık riştisi İslam'ın en asaslık ruhları ve asaslık tügürüklerden birisi. Her kandak adam bu tügürükne yıktıdiken İslam'ını mı yıkıtkan buludu, hatta özünün hayatını yıkıtkan buludu, öz ailesini yıkıtkan buludu. Xuddi bu dünya ötne alem. Her kandak bir insan özünün atanısıga yaxşı muamele kılırsa, umu özünün balı vakılardan aynı muamelini kürüdendi. Hatta bir misaldı mı, birisi elqidek özünün anısını bir yerden taşıvatkalık olsa, anısı, balam menin anamnımı, dadamnımı falan yerden taşıvatkan, sen mi beni aşağı yerden taşlığın deyip, şu taşlığın yerinin üzügü kösetti değil. Demek bu ötne alem. Biz atanımızga, tuqqalarımızga yaxşılık kıladıysak, bizning bu balalarımızdan biz yaxşılık körümüz. Eğer biz onu kılamazsak, balalarımızdan yaxşılık körüşünü unutup kalışımız gerek. Belki bu bütün ümmetke, bütün milletke bala musibet epkildiğin mesele benim şu sil rahimni üzüp koyuş ve tuqqanlık riştisini üzüp koyuştan kelidendi. Şu sebepten biz bizning cemaatimiz Uyghur halkı hakiki dünya ahirette yaxşılıkni xalaydı ekanmiz. Bu meselege pervasız qarasak qat'iy bo'lmaydi. Şundan başka olsa. Bu yer bir narsani bir qissa esimga keldi. Şunu bilan so'zimni oxirlashtirsak. Bizning ustozlarimning birisi o'zining beshig'i o'tganini so'zlab, shu 70 yoshni oshgan holatdagi ustoz edi. Uning endi 4 o'g'li bor-da, chambarra o'g'risi, kerak qilgan o'g'illar. Shunda turib 60 necha yoshga keldim, yolg'iz qolganlik. Ustozimiz, men bundan xafa bo'lmayman. Mening bolalarim nayt yaxshi bolalar, solih bolalar. Hamma tarafdan dadasining iqtisodiy va boshqalarni yaxshi yo'qlab turdi. Afsus endi yenda, kechikimiz yendi yo'q. Ustozimiz bu mana Allohdan yangan bu o'tna alam jahon, men ham shu o'qish munosabati bilan endi bu sil rahimning dadasining xizmatini qilolmaslik, yomon boshqa ishlarni emas. O'qiyman deb kichigimda mana shu 7 yosh vaqtimdan tortib arilib ketib dadamning xizmatini qilolmagan. Endi shunga mening bolalarim endi ashman dadamning xizmatini o'qiyman deb qilolmasam, dadamdan yiroq bo'lib qolganlikdan shu bolalarimdan menga yenyapti. Bunun mana her qanday bir adam ata-onasiga urug' tuqqanlik qilib qo'ysa, nima qilsa shuni ko'rdi degan misol qilib so'zlab bergan. Bu misoldan biz qag'ini uchiq olsak bo'ladirki, biz ata-ona urug' tuqqanlarimizga nima qilsak, shu bolalarimizdan boshqa urug' tuqqanlarimizga shu yanada ekan endi. Shunga do'stlarimdan hamda bu ko'rgichlardan shu sil rahmiga masalasiga alayda diqqat qilib, o'zimizning xatoliklarni bir isloh qilsak degan tilakdoshman. Rahmat sizlarga. Hörmətli qarindoshlar, bunun bilan bugungi Din va hayot nomli haftalık programmamiz oxirlashdi. Yana boshqa programmalarda ko'rishmak umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Xayr, xo'sh, aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.